Mini futbol bo'yicha rahbar kubogi an'anaviy sport musobaqasi Toshkent shahar bosqichi g'olib va sovrindorlari nomi ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Mini futbol bo'yicha an'anaviy rahbar kubogi musobaqasi soha xodimlari o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, jamoaviy hamjihatlikni mustahkamlash hamda do'stona muhitni yaratishda katta ahamiyatga ega. Bu galgi bahslarga sportning o'yin turlari va yengil atletika bo'yicha ixtisoslashtirilgan sport maktabi mezbonlik qildi. Mazkur turnir nafaqat sport bellashuvi, balki rahbar va xodimlar o'rtasida hamkorlikni, o'zaro hurmat va ishonchni kuchaytiruvchi muhim tadbir. Unda ishtirok etgan jamoalar bir maydonda bir maqsad yo'lida harakat qilib, hamjihatlikda g'alaba zavqini his etadi. Bu bosqichimizda 19 ta sport maktablarimiz hamda 4 ta ixtisoslashgan sport maktablarimiz va bundan tashqari o'sha sport akademiyasi, malaka oshirish instituti hamda o'sha ilmiy tadqiqot institutlari ishchi xodimlar o'rtasida rahbar kubogi musobaqalari o'tkazilyapti. Har bitta o'sha o'yinlar o'sha shaffof o'tishi bo'yicha hakamlarimiz jalb qilingan. Respublika bosqichi ham bo'lib o'tadi. Musobaqa natijalariga ko'ra 3-o'rinni sport akademiyasi, 2-o'rinni Yakkasaroy tumani vakillari qo'lga kiritishdi. G'oliblik esa Toshkent shahar sport boshqarmasiga nasib etdi. Mazkur bahslar rahbarlarning jismoniy faolligi va liderlik fazilatlarini namoyon etish, shu bilan birga yosh avlodga sog'lom hayot namunasini ko'rsatish imkoni hamdir. Endi g'olib jamoalar 17-19 oktyabr kunlari Samarqand viloyatida o'tkaziladigan respublika bosqichida ishtirok etadilar.